Hürmetli hatun kızlarımız, güzel zatlarımız, sizni şın köngülümden yazının 1. bayrami 8 Mart Xalqaro Hatun Kızlar kuni bilan tabrik etem. Sizga esenlik, sog'lik, ko'ngil tinchliklari, oila baxti, ishingizda zo'rdan zo'r o'ngishlar, ham endi bizni irodlarni motor kulash yuzlaringiz bilan qarshi olib turishingizni tilab qolaman. Ham sizga bir motor jirimni bilak etasim keladi. Bir kunida boshing bo'ldi, bir kunida yoratdi. Minegina, sen o'zingga qarordi. Seni qattiq yuzlaringda yoratdi yo'q meni. Aytmoqchi so'zlaringda erkakda tebekli. Seni qattiq yuzlaringda yoratdi yo'q meni. Aytmoqchi so'zlaringda erkakda tebekli. Aytmoqchi so'zlaringda